Amudaryoning bo'yida askarlar turgan. Ularning otini Sari Kamar deyiladi. Sari Kamar. Haligi kung fu deydi-ku. Ha. Asl bobolarimiz asli kung fularning bobosi u. Sari Kamar askarlar turgan. Sari Kamar askarlarini dushman g'olib mag'lub qilib o'tsa, Ay Kamar. Sari Kamardan keyin haligi Kumush Kamar deydi. Ay Kamar degan joy bor, Daniklikning maydonida. Bor. Ay Kamar. Tushundingizmi? Ko'lab tomonda Ko'k Kamar bor. Sini poyez. Tushunarlimi? No'rakning nariyog'ida Sini poyez bor, Ko'k Kamar. Ondan ham dushman g'olib kelsa, Zar Kamar, Zolotoy poyez. Paxravoddan eng joyingizda Zolotoy poyez askarlar turibdi. Zar Kamar deymiz. Bor bu hali ham oti Zar Kamar. Bor. Zar Kamardan o'tib, uni ham mag'lub qilgan bir dushman qattiq qo'l bo'lsa, Qora Kamar degan yer bor Ko'ktoshda. Qora Kamardan trilda inson o'tolmagan. Chorniy poyezd degan so'z, Qora Kamar. Tushunarlikmi? Shular kimni himoya qilgan? Sultonlarni himoya qilgan. Mamlakat qurgan bobolarimiz eridan ilgari 1000 yil oldin saltanat qurgan xalqning bolalari hozir xilaqaroq bo'lib, mardikor bo'lib turganiga jilaysammi bilmayman. Shuning uchun hali ham tiriksizlar omonat gapni yetkazdim. Allohumma fashhad qad ballag'tu. Xudoyim o'zi guvohsan, men shu odamlarga yetkazdim, vakillarga. Borib turib, yoshlarning g'amini deb muhtaram yurtboshi O'zbekistonda ko'kni ko'tarib yurdi. Bundan ibrat olish kerak. Qo'shilmayman deb yurganlar qo'shilyapti hozir. Tushunarlimi? Kecha vaqtda butun arablarning men degan milliarderlari keltirib dunyodagi eng zo'r aeroport quramiz deb bel baylab ketdi. Necha milliard dollar? Trump hazil odam emas Trump. Uyini oldi-da. Trump. Seni yaxshi ko'rib qoldim. Sen bir so'zlik odam ekansan dedi. 100 necha milliard dollar bu hazil gap emas, lekin men dedim, bundan ham davomini bag'ishlayman, boraman ham deb qo'ydi. Buni Xudo qo'llagan shu aziz avliyolarning hurmatidan qanchadan qancha bobolarimiz, ulamolarimiz, aziz avliyolarimiz qurbon bo'lib ketdi. Qatag'on vaqtda ilmsiz bo'lib, ota-bobomiz yo'lini tutmaganimiz uchun Sibirlarda qirilib ketdi odamlar. Endi qolgan zurriyotlarning hammasini Xudoyim o'zi qo'llasin demoqchiman. Bekorga aytmadim mana shu Shavkat Miromonovic bekorga aytgan emas, o'tgan Ramazonda kelib mana shu markazda majlis bo'lganda bir narsa aytmoqchiman sizlarga dedi. Bugungi kundagi o'zgarishlar, bugungi kundagi taraqqiyot, bu imkoniyatlar shu yurtdan o'tgan Allohning suyukli bandalari, aziz avliyolarning ko'z yoshi, armonlarining samarasi deb bilinglar. Har bir kishi o'z sohasi bo'yicha hissa qo'shsin.